Mening apam, Abdori Anthony Brown. Mening apam bek qaltis. Apam usta aşpaz. Apam etken tamaklar bek temlik. U bir hayran qalarlıq serişçi. U nahayeti çiraylıq tarınıp yürüydü. U intayin jalibkar. U dünyadaki en güçlük ayal. Mening apam haqiqatan bek qaltis. Apamning bir jup chivar qo'li bar. U nurg'un ishlarni qila oladi. Har xil gullarni o'stira oladi. Mening ko'nglim yerim bo'lgan vaqtda u xuddi hur paridek yonimda paydo bo'lib, meni baxushal qiladi. U naqshi aytganda ovozi xuddi farishtalardek chiqadi. U tovlaganda ovozi xuddi shirning o'rkirishiga o'xshaydi. Mening opam haqiqatan bak qaltis. Mening opam kipinek o'xshash bak chiroyliq. Mening opam bak muloyim. U xuddi yumshoq o'rindiqdek kishiga rohat beg'ishlaydi. Mening opam aslanchaqqa o'xshash bak yiqimliq ham bak umoq. U karkidondek kuchlik. Mening opam haqiqatan bak qaltis. U usulchi bo'lalaydi. Yoki olam uchquvchisi. U donliq kino artisimi bo'lalaydi. Yoki cho'ng xo'jayin. Mening opam jahonda birdir. U bir xosiyatlik opa. Mening opam bak qiziqchi. U meni bakjiq kuldiradi. Sizlar bilamsizlar? Men opamni bak yaxshi ko'raman. Umu meni suyidi, yaxshi ko'radi. U har vaqt, har zaman meni bak yaxshi ko'radi, suyidi.